Alo. Allo, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Salomatxon onajon, salomatmisiz? Rahmat. Kayfiyatlaringiz yaxshimi onajon? Allohga shukr, yaxshi kayfiyatlarim. Rahmat. Bezovta qilgan bo'lsam avvalambor uzr so'ragan holda birozgina vaqtingizni olaman. Ayni damda biz sizga qalbdagi bahor gullari tabriklar loyihasidan qo'ng'iroq qilyapmiz. Bugungidek go'zal kunlaringiz Allohimga banda rasulimizga ummat bo'lgan shukronalik, shodiyonalik ayyomlaringiz muborak bo'lsin. Rahmat. Minnatdormiz. Rahmat. Tashakkur. Sizni bugungi shukronalik ayyomingiz munosabati bilan bizning loyihamizga siz uchun atalgan juda ham chiroyli tabrik maktublari yetib kelgan. Mana shu omonat tabriklarni sizga yetkazish maqsadidamiz. Nima deb o'ylaysiz? Bizning loyihamiz orqali sizni kimlar tabriklayotgan bo'lishlari mumkin? Rahmat. Bu loyihani tabriklash uchun men bag'ir jigarlarim Toshkent shahrida, men Qozog'istondaman. Shaxtim menga tabrik so'zlarini yozgan jigarlarima ming bor tashakkur qilaman, rahmatlar aytaman. Sizlarni ham tani joninglar sog' bo'lsin. Kasbgoringlarga baraka bersin. Ilohim meni yoshimdan ham 80dan ham oshib ketinglar, xudo xohlasa. Ilohim aytganingiz kelsin onajonim. Mayli unda keling, sizga o'zim ham yordam beraman. Ayni fursatlarda sizni mehribon, qadrli insonlaringiz, yaqinlaringiz nomidan jigarlaringiz Ikromjon aka, Olimjon aka, Qodirjon aka, Sabohatxon opa, Saodatxon opa, Sayyoraxon opa, Muqaddasxon opa, kelinlaringiz Adolatxon opa, Muqaddamxon opa, Nodiraxon opa, Gulbahorxon opa, Gavharxon opa, jiyanlaringiz Odilbek aka va keliningiz Muxlisaxon opalar, Toshkentdagi jiyanlaringiz sizni tabriklamoqda ekanlar. Rahmat. Ko'p yashasin. Rahmat. Tashakkur onajonim, agar ijozat bersangiz jigarlaringizni uzoq yordam bersin. minnatdormiz. Hop, gapiring. Jigarlaringizni siz uchun atalgan tabriklarini o'qib eshitirsam maylimi? Mayli, rahmat. Eshittiring. Assalomu alaykum qadri tog'lardan da viqorli turuvchi qadrdonim, xushtabonim, shirinim, go'zalim, opajonim. Bugungi go'zal kunlaringiz, tavallud ayyomingiz, qarshi olgan umr bahoringiz muborak bo'lsin. Bugun barcha samimiy tilaklarimni siz uchun atadim. Mana shu qarshi olgan yoshingiz davomli bo'lsin. 100 yoshlar bilan yuzlashib yuring. 100 yoshga kirganda ham mana shunday farishtadek bizning opajonimiz bo'lib, singiljonlarim, ukajon tavallud ayyomimga kelasizlarmi deya kutib olish nasib etsin. Mehribonim, so'zlari shirinim, asalim opajonim, siz bilan birgalikda Firdavs jannatlarida ham birga bo'lish nasib qilsin. Oy yuzligim, sizni bizga opa qilib bergan Allohimga hamd va sanolar bo'lsin. Doimo o'zingizni har joyda asrab, avaylab, ehtiyot qilib yuring. Chiroyligim, Allohim bizga atagan eng go'zal ne'mat siz. Boringizga shukrlar bo'lsin. Hammamiz sizni birdek qadrlaymiz, birdek yaxshi ko'ramiz. Ilohim umringiz uzoq, tanijoningiz sog' bo'lsin. Kim nima desin mayliga, qo'yib bergum haqning zayliga. Gap tekkizmang opajonimga, mening opam eng yaxshi opa. Ular borki egilmas qaddim, yo'q bo'lsalar bir puldir qadrim. Qalbda cheksiz sof muhabbatim, mening opam eng yaxshi opa deya mehribonlaringiz mana shu go'zal dilnomalarni bizga yo'llabdilar. Rahmat. Minnatdormiz onajonim. Hamisha qadrdonlaringiz, jigarlaringizni e'zozida, ardog'ida bo'lib yurishlik sizga nasib etsin. Bugungi ayyomlaringizni yaxshi kayfiyatda, oilangiz davrasida xursandchilik bilan o'tkazib olishingizni tilab qolamiz. Xudo xohlasa, rahmat. Ming rahmat. Meni yoshimdan oshib ketinglar, xudo xohlasa. Rahmat. Jigarlarimga ham rahmat. Tashakkur onajonim. Allohga omonatimiz. Siz o'zingizni ehtiyot qiling. Rahmat. Sog'inch faqat bolalikka atalganmi? Didor esa suratlarga qadalganmi? Inson faqat ishlash uchun yaralganmi? Keling bugun ko'rishaylik jigarlarim. Sog'inch faqat bolalikka atalganmi? Didor esa suratlarga qadalganmi? Inson faqat ishlash uchun yaralganmi? Keling bugun ko'rishaylik jigarlarim. Topib bo'larmikan telefonda bir didorga nima yetsin bu
jigarlarim. Ota bo'lib ota qadrin bilayapmiz, ona bo'lib ona dardin bilayapmiz. Ular kabi biz ham bugun g'animatmiz. Keling tez-tez ko'rishaylik jigarlarim. Ota bo'lib ota qadrin bilayapmiz, ona bo'lib ona dardin bilayapmiz. Ular kabi biz ham bugun g'animatmiz. Keling bugun ko'rishaylik jigarlarim. Taskin topib bo'larmikan telefonda, bir didorga nima yetsin bu zamonda. Har kun bo'lmasa-da mayli onda sonda. Keling bugun ko'rishaylik jigarlarim.